Uyg'ur olimi Abdulahad Turan Rossiya İjtimoiy Fanlar Akademiyasining doimiy a'zosi, Moskva davlatlik universitetining sobiq professori, tarixshunos, olim, nopozliq akademik, jamiyatshunoslik fanlari doktori va molosulliq yozuvchi Abdulahad Turan apandi 1951 2 noyabr G'ulji shahrida tunilgan millatsuyer Uyg'ur boylaridan biri bo'lgan G'ani Karvan oilasida dunyoga kelgan. Uning bovisi Qahar Karvan 1881 24 fevraldagi mashhur ili shartnomasining taqozosi bo'yicha o'tirg'i chiqqan. 1881 yili va 1884 yillardagi cho'ng ko'ch-ko'chda Manjulardan keçip Yetsuga ko'chiyotgan ili xalqini ko'p qitim karvon tashkillab, ularni xolisona holda Almuta taraflardagi manzillarga ziyon zahmatsiz yetkazib qo'yg'ashqa Uyg'ur xalqi tarafidan karvon degan qutlug' laqamga sazovor bo'lgan. G'ani Karvan 1919 yili yoz oylarida G'ulji Do'ng mahallidan 15 mo yer setib olib 1920 yili yozda Roshan boshlang'ich maktabini qurib, tunji qitimdala 100 dan ortiq o'quvchi qabul qilish bilan biroqli danq chiqargan edi. G'ani Karvanning 1920 yili qurgan Roshan boshlang'ich maktabi va 1944 yili 12 noyabr qurilgan ikkinchi Cumhuriyetning turli iqtisodiy besimlarini yengillatish uchun ko'rsatgan tirishchanliklarimi uning el ichidagi inovatini haslab oshirgan. 1918 yili 5-oydagi Ato fojiasida 20 mingdan ortiq Uyg'ur xalqi Almutadagi Sovet Qizil armiyasi tarafidan qirib tashlangandan keyin 33 yoshli G'ani Karvan oila bo'yicha ona yurti G'ulji shahriga ko'chib kelgan. 1944 yili kuzda Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti vaqtliq hukumati qurilgan. Bu chaqda to'liq erkinlikka chiqqan G'ani Karvan qisqa vaqt ichida yangi qurilgan davlatning har turli iqtisodiy besimlarini yengiltish uchun g'oyat zo'r tirishchanlik ko'rsatib, hukumat tarafidan mukofotlangan. Shuningdan keyin uning el orasidagi inovati texmi yuksalgan. 1955 yilga kelganda G'ani Karvan oilasi bo'yicha ilidan Sovetlar ittifoqiga ko'chib chiqishga majbur bo'lgan. G'ani Karvan Sovet ittifoqining Markaziy Osiyo jumhuriyatlariga ko'chib chiqqandan keyin 9 yildak dadisi vafot bo'lgan Yarkentda yashab, 1964 yili Yarkentda 79 yoshida vafot bo'lgan. Uning 1951 yili 2 noyabr kuni G'uljida tug'ilgan eng orzuliq o'g'li Abdulahad Turan 13 yoshida dadisidan yetim qilib, hayotining dastlabki davrini onasi bilan birga Yarkentda to'liq qiyinchilik ichida o'tkazgan. Dadisi vafot bo'lganda amdila boshlang'ichni bitirib, to'liqsiz o'tir maktabga chiqqan Abdulahad Turan 1969 yili Yarkentdagi to'liq o'tir maktabni a'lo natija bilan bitirgandan keyin Toshkentdagi G'ani Boturning taklifi bilan oilasi bo'yicha Qozog'istondagi Yarkentdan O'zbekistonning siyosiy markazi Toshkentga ko'chib berib, G'ani Boturning alohida tavsiyasi bilan Toshkent universitetining tarix fakultetida o'qishga kirgan. Abdulahad Turan Toshkent shahrida o'qitish ishlari bilan shug'ullanib, oldingi asrning keyingi yerimidagi Uyg'ur yoshlarining milliy ruhini tirildirish va jonlantirishga ko'rinarlik to'hfa qo'shgan. Doktor Abdulahad Turan apandi 1980 yili Moskvaga berib, davomli yuqori o'rlab o'qig'ash, milliy istiqbol haqida untinsiz izlangan. U 1985 yili Moskvada dotsentlik ilmiy unvoniga erishgandan keyin 1990 yilgacha Rossiya Fanlar Akademiyasida ilmiy xizmat qilgan. 1990 yillari Rossiya Fanlar Akademiyasining qarmog'ida İctimai Tədqiqatlar İnstituti ochilganda u mazkur institutga alohida taklif bilan xizmatga tushib,
1995-yilgacha bo'lgan 5 yil ichida bir cho'ng hajmlik ilmiy asarni bitirish orqali 1995-yili professorlik ilmiy unvoniga erishgan. 1996-yili professor Abdulahad Turan Moskva Davlat Universiteti Sotsiologiya institutida professor o'qituvchi sifatida rasmiy ishga tushgan. Bu jarayonda u 1992-yili 12-oyda İstanbul'da içilgan Sharqiy Turkiston Milliy Qurultayiga bütün Rossiya Uyg'urlarga vakolatan qatnashgan. Bu cho'ng qurultay uning keyingi hayotida Uyg'urlarni ilmiy va siyosiy jihatdan Rossiyadagi barliq xalqlarga tanitish va Rossiya siyosatchilariga bildirish yo'lida uzluksiz tirishchanlik ko'rsatishiga turtki bo'lgan. Uningdan boshqa uning tashabbusi bilan 1994-yili Moskva Fanlar Akademiyasi qarmog'idagi Sharqshunoslik instituti, Tilshunoslik instituti va Etnografiya instituti qatorliq bir qism muhim ilmiy organlardagi xizmatdoshlarining qo'llashida Moskvadagi tunji Uyg'ur ilmiy jamiyatini qurib chiqib, hammaylarning birdek ko'rsatishi bilan bu organning tunji raisi bo'lgan. Mushu fursatda u Uyg'ur ovozi degan nom bilan jurnal chiqarib, Sharqiy Turkistondagi Uyg'urlarning ovozini butun Rossiya tavasida va Markaziy Osiyodagi milliy jumhuriyatlarda uzluksiz turda jaranglatib kelgan edi. Uningdan boshqa u hozirgacha Uyg'urlarga aloqador nihoyat muhim va qimmatli asarlarni yozgan edi. Abdulahad Turan 1996-yildan buyon Rossiya Coğrafiya Cemiyeti bilan hamkorlashib, Rus sayyohlarining nazaridagi qadimgi Sharqiy Turkiston nomli bir qimmatli ilmiy asarni Rus tilida nashr qilgan. 2012-yili qadimgi Uyg'uristonning 5000 yillik etnik tarixi nomli asari Almutada nashr qilingan. Arqadınla o Finlandiyadan başlanğan Avrupa ilmi seferining natijasida Avrupa sayyohlarining nazaridagi qadimgi Sharqiy Turkiston va Turkiy xalqlarining buyuk mutafakkiri Yusuf Xas Hojib nomli kitoblarini nashr qildirgan. U yana 2017-yili nashr qilgan Sharqiy Turkistondagi qadimgi Yipak yo'lining siri nomli qimmatli ilmiy asrini nashr qilgan. Uningdan boshqa u yana 4 parcha yangi kitobini Moskvada nashr qilishni planlagan bo'lsa-mu, lekin iqtisodiy ahvoli cheklik bo'lganlikdan mazkur 4 parcha asarning nashr qilinganligi yoki qilinmaganligi aniq emas. U 2018-yili 4-oyning 5-ida Rossiya İjtimoiy Fanlar Akademiyasining doimiy a'zosi, Moskva Universitetining sobiq professori salohiyati bilan Türkiye'ye kelganda Türk devletlerinin tarihi, Türkiye xalqlarining taraqqiyot tarihi, Uyg'urlarning taraqqiyot tarihi, Markaziy Osiyo Türkiye xalqlari tarihi qatorliq asarlarining qo'lyozmasini Türkiye'deki her qaysi vaqflar va tashkilotlarning yordamida nashr qildirish uchun o'zi bilan birga elib kelgan edi. Abdulahad Turan oldingi 44 yillik ijodiyat hayotida jami 19 cho'ng hajmlik ilmiy asar va 100 parchadan ortiq ilmiy maqolalarni dunyoga taqdim qilgan. 2012-yildan boshlab toki qazo qilg'uchi bo'lgan 2024-yili 18-iyulgacha bo'lgan 11 yillik jarayonida butun umrini Uyg'ur xalqining tarixini, milliy madaniyatini dunyoga tanitishga bag'ishlab, bu temalarda bir necha bebaho ilmiy asarlarni yozib chiqqan. Bu asarlar ichida Sharqiy Turkistondagi Yipak yo'lining siri nomli asarni yozishdan burun avtor uda 2 qitim Sharqiy Turkistonda va Kangsularda ziyoratda bo'lib, bu qitimki tarixiy ziyoratdimi avtor yanada 9000 kilometrdan ko'proq yo'l yurgan. U yuqorqi 2 qitimlik ziyorat jarayonida Sharqiy Turkistondagi o'zi ziyorat qilgan barliq joylarning eng qadimgi va hozirgi Yipak yo'lining markaziy qismini hosil qiladiganligini, Yipak yo'lining Uyg'urlar va Sharqiy Turkistonsiz mavjud bo'lishini tasavvur qilg'ili bo'lmaydiganligini alohida ta'kidlab, Yipak yo'lining
Sharqiy Turkistondan o'tadigan markaziy qismini Uyg'ur Ipak yo'li deb atashni tashabbus qilgan edi. U safardan qaytib kelibla bir yil material manbasi to'plash bilan birga har kuniga 16 soat muntazam yoziqchilik qilish orqali bu kitobning dastlabki qo'lyozma nusxasini 6 oy ichida bitirib bo'lgan. Professor Abdulahad Turan 2017-yili nashr qilgan Sharqiy Turkistondagi qadimgi Ipak yo'lining siri nomli qimmatli asri orqali Sharqiy Turkistondagi qadimgi Ipak yo'liga aloqador nurg'un sirlarni o'tirg'i qo'yish, Sharqiy Turkistonning Yevro Osiyo cho'ng quruqliqidagi quruqliq qatnashining tuguni ekanligi, Rossiya faylasoflari o'tirg'i qo'ygan buyuk Yevro Osiyochilik plani va Xitoy o'tirg'i qo'ygan bir balvoq bir yo'l planida o'xshashla Sharqiy Turkistonning jug'rofiya, siyosiy jihatdagi strategiyalik o'rnining naqadar muhim ekanligini isbotlash orqali navbatda Sharqiy Turkistonda Uyg'urlarni asosliq nishon qilgan irqiy qirg'inchilik va Uyg'ur milliy mavjudligining Sharqiy Turkistonda hayot mamotlik bosqichda turayotganligining sababini nurg'un odam diqqat qilmagan jug'rofiyaviy siyosiy nuqtasidan chiqish qilgan holda ilmiy usulda tushuntirib bergan edi. Uningdan boshqa mazkur kitobda Sharqiy Turkistonning dunyodagi 4 cho'ng madaniyat uchrashgan yagona joy ekanligi, bo'libmi Sharqiy Turkistonning g'arb bilan g'arb madaniyati uchrashgan markaz bo'lganligi, bu xildagi yagona afzallikini Uyg'urlarning hozirgacha saqlab kelganligini, shu vajidan Sharqiy Turkistondagi Uyg'urlarning milliy mavjudligi va milliy madaniyatini qo'g'dab qilishga murojaat qilgan edi. Avtor bu kitobida Fransiya ensiklopediyasidagi Xitoy Ipak yo'li degan atalg'uning qilchi ilmiy asosi yo'qligini ta'kidlab, mazkur yo'lni Uyg'ur Ipak yo'li deb ilmiy atashni tashabbus qilgan. Uningdan boshqa avtor Xotandan Chang'anga boradigan yo'lni Qoshtishi yo'li deb atagan. U yana Xotanda buningdan 4500 yil ilgirila keng ko'lamda ipak ishlab chiqarish yuqori pallaga yetganligini, shundoq bo'lganda Uyg'urlarning ipakchilik tarixining 5000 yildan oshadiganligi, Kroren, Niya xarobisi va boshqa qadimiy shaharlar xarobisidagi turli arxeologiyalik ipak to'qilmalarmi buning isboti ekanligini, eng muhimi Orxon Uyg'ur imperiyasi davrida Xitoydan Vizantiyagacha so'zilgan karvon yo'li Uyg'ur yo'li deb atalgan. Shunga bu yo'lni cho'qim Uyg'ur Ipak yo'li deb atash kerakligini qayta ta'kidlagan edi. 2010-yillardan keyin Rossiya poytaxti Moskvadagi ilmiy organlardan pensiyaga chiqib, qiron yoshlik davrini o'tkazgan O'zbekiston Jumhuriyatining poytaxti Toshkentda yashayotgan 73 yoshlik Rossiya ijtimoiy fanlar akademiyasining doimiy a'zosi, Moskva davlatlik universitetining sobiq Uyg'ur professori Abdulahad Turan apandi 2024-yili 18-iyul kech soat 22 dan 11 minut o'tganda Toshkent shahridagi o'z uyida suiqasd bilan o'ldirilgan. Toshkent vaqt gazeti bu suiqasdlik qonliq voqeani 23-iyulda ondan rasmiy xabarda avomga oshkorlagan. Mazkur voqeadan keyin jinoyat gumondori tutilgan bo'lib, O'zbekiston Jinoiy ishlar qonuniga asosan gumondor qasddan odam o'ldirish jinoyati bo'yicha ayblangan. Navbatda jinoyat gumondorining professor Abdulahad Turanni o'ldirish sababi dastlabki qadamda aniqlanish bosqichida turmoqda. Marhumning eng oxirgi xalqaroliq murosimiga qatnashganda tushgan bir parcha suratiga qaraganda u eng oxirgi qitim Toshkentdagi Hindiston bosh elchixonasida Hindiston armiyasining bir qism komandirlari bilan medal taqgan holda xotiriga suratga tushgan holatda ko'ringan. O'z tarixidagi eng qorong'u bir davrni boshdan kechirayotgan Uyg'ur xalqi o'zining Xitoy tarafidan yo'q qilingan har bir a'zosining davosini qiladi. Shuningga o'xshash dunyoga tonilgan mashhur Uyg'ur olimi Abdulahad Turanning o'lim sababini va bu fojianing kaynidagi sirlarning fosh qilinib
adil bir hükümning o'tirg'i chiqishini diqqat bilan kutadi.